Davom etamiz. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan Turon maktab teatri hamda iqtidor maktab ansambli tanlovlarining respublika bosqichi ishtirokchilari uchun tarixiy maskanlarga sayohatni ham taqdim etdi. Mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 300 ga yaqin maktab o'quvchilari qadimiy va navqiron Samarqandning tarixiy obidalarini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Turon va iqtidor ko'rik-tanlovlarining respublika bosqichi ishtirokchilari uchun qadim va navqiron Samarqand shahri bo'ylab sayohat uyushtirildi. Shuningdek, yosh ijodkorlar Mirzo Ulug'bek madrasasiga tashrif buyurib, rasadxona faoliyati, uning betakror naqshlari, tarixiy ahamiyati haqida ma'lumotga ega bo'ldilar. Shundan so'ng sayohat Shohi Zinda majmuasida davom etdi. Bu muqaddas maskan o'zining go'zalligi va ulug'vor maqbaralari ila mehmonlarni hayratda qoldirdi. O'zim Samarqandga birinchi marta kelishim va menda bu juda katta taassurot qoldirdi va chuqur bo'lib xotiramga muhrlab qoldi. Chunki o'ta tarixiy obidalari juda go'zal. Menga eng yoqqani tarixiy obidalar ichida Shohi Zinda bo'ldi. Shohi Zindani shunaqangi katta bahaybati borki, bu odamni lol qoldirmasdan boshqa iloji yo'q. O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan yoshlar buyuk siymolarning maqbaralari bilan tanishib, tarix bilan yuzma-yuz kelishdi. Mazkur sayohat tanlov ishtirokchilariga nafaqat bilim, balki ularning madaniy saviyasini oshirishga ham katta yordam beradi. Shuningdek, ishtirokchilar o'zaro do'stona aloqalarni yanada mustahkamlashdi. Sevinch Sadullayeva, Shahboz Samatov, Hudud informatsion dasturi uchun Samarqanddan.